Assalomu alaykum qizlarjon, yaxshimisizlar? Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Hammaga juma yomi muborak bo'lsin. Bismillah deb kiselli pirogni boshladim. Bizga kerak bo'ladi soda, uksus, kisel, olchaligini tanladimmi? Shakar, un, kakao, qirg'ichdan chiqarilgan yong'oq, 200 gram margarin yumshoqqina bo'lishi kerak. 3 ta tuxumni kattaligi uchun 3 ta ishlatdim. Kichkina bo'lsa 4 ta ishlatasizlar. Birinchi ishimiz tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamizda, sarig'ini xolodilnikka olib qo'yamiz. 2,5 stakan unga 200 gram margarinni solib, kroshka holatiga keltirib olamiz. Kroshka qilganimizdan keyin 1 qoshiq to'la shakar solamiz. Endi tuxum sarig'iga 2 qoshiq shakar va 1 qoshiqcha choy qoshiqda soda va 1 choy qoshiqchada ustidan uksusni quyib olamiz. Mana shunaqa holatga keltirib, endi tuxumimizni ishlab aralashtiramiz. Endi tuxumni kroshkaga solib, xamir qorib olamiz. Shunaqa qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Endi bu xamirni teng 3 ga bo'lamiz. Mana teng 3 ga bo'lamizda bittasini olib kakao qo'shamiz. Mana kakao qo'shib, yaxshilab kakao bilan xamirni aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni ustini yopib, beze tayyorlagunimizgacha morozilnikka solib qo'yamiz. Endi kiselga 3 qoshiq shakar solib aralashtirib olamiz. Yong'og'imizga ham 1 qoshiq shakar solib aralashtirib olamiz. Endi boya xolodilnikka solib qo'ygan tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirib chiqqan tuxum oqiga oz-ozdan kisel va shakarimizni solib, yana mikser qilishda davom etamiz. Mana shunaqa yopishib ketgan, cho'zilmaydigan beze hosil qilib olamiz. Birinchi bitta xamirni zo'rkadan chiqarib olib, shunaqa tekis qilib bir xilda qilib olamiz. Buni ustidan yong'oq va shakarimizni sepib chiqamiz. Buni ustidan kakaoli xamirimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Endi buni ustidan bezemizni bir xil qilib solib olamiz. Buni ustidan yana xamirimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana tayyor. Endi buni 180 gradusga usti va tagi qizarib chiqqanigacha duxovkaga joylaymiz. Qayla qanaqa ishib zo'r chiqdi. Agar yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar.